Assalomu alaykum Infoaziya YouTube kanali ko'ruvchilari. Mana bahor kelib, ko'chat sezonlari boshlandi. Bugungi kunda Aravon rayoniga mana shunday sartovoy xilma-xil mevalarning ko'chatlari keldi. Ushbu ko'chatlar Aravon rayonidagi avvalgi bahor ko'cha, hozir esa Yakubu Abduvahob ko'chasida joylashgan. Mana bu tomondan keldik. Chap tomonga borsangiz, kommunizm idorasi tomonga boriladi. Maktabdan keyin Chiqalov maktabidan keyingi 3-ko'chaga kirdik. Bu tomonga borsangiz Charvoq tomonga hamda Qoryontoq tomonga ketiladi. Hozir ushbu ishlar bilan shug'ullanayotgan akalardan batafsil ma'lumotlarni so'rab bilamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Mana shu hozir ko'chatlar haqida bizga batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Bu gilos ko'chatlarimiz skina navi. O'zini o'zi changlaydigan, keyin haligi eski valovoy sortlarni ham changlatadigan, meva qilgani yordam berib changlatadi. Mana shu oralariga eksa, mana shu hammasi skina sortlar. Faqat biz sortavoy ko'chatlarni olib keldik. Hamma podvoylari ham turetskiy podvoy. Biz iqlimga moslashtirilgan podvoylar hammasi. Skina navi bor, keyin Napoleon valovoy 3-sorti bor. Qaysi u? Napoleon bu tomonga ko'nganmiz, hammasini chiroyli qilib. Mana shular. Namlab etiketkalar bilan qo'yganmiz hammasini. Keyin bu yerda mana polkarlik olimalarimiz bor, Star Crepson. Mana bularmi? Bular Star Crepson, mana etiketkalari. Mana Star Crepson degan siz bo'ladi. etiketkalar bilan. Keyin mana bu yangi Gala navi bor olmalardi, keyin Pink Lady polkarlik hammasi, podvoy matchni. Keyin bu yerda polkari noklar bor. Noklari? Zimniy nok bor, mana o'rmon go'zali bor. Mauser bor, mana amerikanskiy navlari. Keyin bu yerda bex ko'chatlarimiz bor. Samarqand bexi, keyin Orqa tomondagilar. orqa ertagi o'rik sortlarimiz bor, Vanderkot. Gilosdan oldin pishadigan, hali mevalar chiqmasdan turib bozorlarga. Qaysi oyda pishadi? Bu may oyini boshlarida pishadi. Iqlimga qarab. Ertak sortlar, hammasi polkarlik podvoylari, intensiv. Xudo xolasa bizda mana manzilni telefon nomerlari shu video nasiga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Shoftolish haqida yaxshiroq bir. Keyin bu yoqda shoftolimiz ham yangi sorti bor. Big Ben degan ertak sort bor. Bu ham shoftollarning eng sortining ichida eng birinchi pishadiganlaridan. Mana bu tarafga o'tib ketsa, Orqa tomonda. Orqa tomonda. Mana shu ko'chatlar haqida ma'lumot berib o'tdik. Buni mana podvoy kelsa oddiy danek podvoy emas, buni tagiga Jeff 6 deydi. Bu kasallikka chidamlik, sovuqqa ham chidamlik. Mana oddiy danek tagi 5 gradusga chidasa, bu 15 gradus sovuqqa ham chidaydi. Kakras mana shu Biz iqlimga mos ekanda. Ularga moslashtirilgan podvoy. Keyin yelim chiqarmaydi, bu kasallikka chidamli. Haligi gibrid deydi, barglarni g'ujana bo'lib qolishida ham bu nimada kam uchraydi. Shunaqa kasalliklarga chidamli podvoy bo'ladi. Qaysi oyda pishadi? Shu may oyini boshlari va oxirlarida iqlimga qarab turib ertaga pishadigan sortda, yangi sort. Big Ben. YouTube kanallarda ham bo'lsa kerak bo'lardi, bular haqida ma'lumotlar. YouTube kanallarda ham mevalarni videolari bor, uni ham ko'rishingiz mumkin. Big Ben sorti. Big Ben sorti haqida batafsil ma'lumotlarni sizlar YouTube kanali orqali bilib olsangiz bo'ladi. Sotib olish uchun ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz va o'sha telefon orqali batafsil ma'lumotni ham bilib olsangiz bo'ladi.